Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun jamoaning 22-sondagi jamoadagi Jadid Qur'onga oid reportni e'lon qilib, talab namoyishi vazifasi boshlandi. Biz talabimiz bu BDT'dagi eng ko'p holatda report e'lon qilib, bizga to'g'risida qonuniy tadbirlarni erishib talab qilish. Shundaqla bo'lsa bizni Santusdan berib, biz bagaj shaytoni hammasini ertaga kafalat qilgan vaqtda To'qim aşağı verip nak meydanları guvalık verişe talep kılıcı anlaşıldı hazır başlandı. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişi 2021 yılı Ağustos aylarında ceza lagerleri ve Uygurlarga münasebetlik zor ecimlik bir doklat hazırlap çıkan bulup, bunu ötken yılın ahırlarıca ilan kılmakçı boğan bolsumu, bırak Xitayning türlük tozqunluqları sebeplik ilan kılanmagan. Matbuatlar Xitay hakimiyetinin Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengişining Ali Komissari Michel Bachelet başçılığındaki bir heyetinin bu yıl 5. ayda Uygur diyarını ziyaret kılışıga yol qo'yish bedeliga mazkur dokladning e'lon qilinishini to'sib qolganligini ilgari surishgan edi. Ammo jazo lagerlari va Uyg'urlarga munosabatlik nurg'unlagan dalil isbotlarini o'z ichiga olganligi ilgari surilayotgan bu dokladning e'lon qilinishini Michel Bacheletning Xitoy ziyoratidami muhim deb qarayotgan kishilik huquq faoliyatchilari Xitoyning yolg'on sahna hozirlab Birleşken Devletler Teşkilatı xodimlarini aldaydiganligini o'ttirib qo'yib, Michel Bachelet'in Xitoy ziyoratini boshlashdan ilgari bu dokladni e'lon qilib o'tishi lozimligini ta'kidlab kelishgan bo'lsa-mu, hech qanday natijaga erishalmagan edi. Yevropada yaşayotgan jazo lagerlari shohidlari bu masalaga jiddiy ko'ngil bilib, Michel Bachelet'in 5. ayda Uyg'ur diyorini ziyorat qilishdan ilgari oldi bilan mazkur dokladni e'lon qilib o'tishni talab qilish uchun bugun 4. ayning 25. kundan e'tiboran bir hafta davomlashadigan namoyish faoliyatini boshlagan. Hamda Birleşken Devletler Teşkilatı'nın münasebetli xodimlariga Michel Bachelet bilan bevosita ko'rishish iltimosi sungan. Namoyishga lager shohidlaridan Gollandiyada yashayotgan Ömerbek Ali, Qalbi Nur Sidiq va Fransiyada yashayotgan Gulbahor Xotibaji, Gulbahor Jililovalar qatnashgan. Mazkur namoyishni uyushtirishda yetakchilik rol o'ynagan lager shohidi Ömerbek Ali bugun Jenevadin ziyoratimizni qabul qilganda biz o'zimizning haq-huquqlarini talab qilish namoyishini bugun boshladik. Bundan keyin Amerika ve başka devletlerdeki lager şahitleri bilen birleşip Birleşken Devletler Teşkilatı hamda Avrupa Parlamenti oldida texmi zo'r ko'lamlik namoyishlarni ilib berishga tirishimiz deganlarni tilga oldi. Men Sharqiston lager shohidi Ömer Bekali bu qatimqi haq-huquqimizni talab qilish, ya'ni irq-xorishlikqa oid bu reportni e'lon qilish talab namoyishimiz jiddiy davom qilyotdi. Biz bu namoyishni keng ko'lamlashtirish, shundaqla o'zimizning haqqini talab qilish, shundaqla irqiy qilishni tezroq to'xtatish va xalqimizni tezroq hurlikka erishtirish yo'lidagi mustahkam bir bosgan qadam deb hisoblayman. Ham bu faoliyatlarimiz bundagi texmi keng ko'lamlashib, Yevropa parlamenti oldilarida, Jeneva BDT'ning oldida ham shundaqla Amerikadagi lager shohidlarimiz kuch qo'shib, ularning mana Amerikadagi BDT oldilarida tang holatda chiqib, haqqimizni talab qiladigan bir ko'lamlashgan namoyish bo'lishi hamda xalqarodagi butkul media va hukumat organlarining nazarini o'zimizga qayta bir og'dirish maqsadida bu faoliyatni davom qilyapmiz. Lager shohidi Qalbi Nur Sidiq bu qatimqi namoyishning asosli maqsadining Michel Bachelet'in 5. ayda Uyg'ur diyorini ziyorat qilishdan ilgari mazkur dokladni e'lon qilib o'tishni talab qilishdan iborat ekanligini ta'kidladi. Bizim maqsadimiz bu BDT'deki ayolning Xitoyga berishdan burun cho'qim Uyg'urlar haqidagi bayonotni e'lon qilib etib, anadan keyin berishini hem bizni bir ziyoratda ko'rishni biz bilan lager shohidlari bilan buniki Xitoyga ziyorat borasimi cho'qim Xitoyning o'zi yasagan shu manzarni shularning ko'rsatgan yerlarga emas, balki shohidlarning yotgan tug'an shu kamplarni ziyorat qilishni va qaytib kelgandan keyin haqiqatni butun dunyoga oshkor qilishini haqiqatda shuni umid qilib ma'burat qilib namoyishimizni boshlayotdik. Bachelet xonim o Xitoyga ziyoratga borgan vaqtida cho'qim Xitoyning ko'rsatgan o'rinlarini belgilab bergan joylarni yasab qo'ygan manzaralarni ko'rmasdan, balki biz shu lagerlar turgan shohidlarniki ko'rsatib bergan joylarni ziyorat qilishini, tekshirib tadqiq qilishini, endi qaytib kelgan keyin butun dunyoga xalqaro buni haqiqatni ichib tashlashini umid qilamiz. Lager shohidi Gulbahor Jililova bo'lsa, Sharqiy Turkistonga Michel Bachelet bilan birga berishni xohlaydiganligini, Birleşken Devletler Teşkilatı xodimlariga o'zlari yotgan lagerlarni bevosita ko'rsatib berishni orzu qilganligini ifoda qildi.
Assalomu alaykum. Men Gulbahor Jalilova. Janvardagi namoyishimizniki qatnashadigan sababi Janvardan bir guruhga vatanimizga Sharqiy Turkistonga tekshirish ipardiki, menma kapalat qilsa, mushlar bilan berib, shu lagerlarni tağımın arasındaki organlarını elib, ölüm cezası berdiğen doktorxanalarını berib gösterdim. Şu lagerin ismlerini, Ürümçideki erken senkellerini, şu ikinci, üçüncü türmlerini apırıp gösterdim. Biz özümüz bağımızsak, Xitaylarınki oyunları çık, ularını gözetmeydi olar. Şunun için biz özümüz verişini talep kıvatımız. Lager şahidi Gulbahor Xativacı bolsa, Birleşken Devletler Teşkilatı xadimlarining Xitoyning aldam xaltisiga tushib ketishidan ensiraydiganligini tilga oldi. Men Gulbahor bo'laman. Bugun biz Janvardagi namoyishimizni bugun atdiganda boshladik. Havo intayin nachar, yomg'ir yog'yapti. Bizning bu yerdagi namoyish qilishdagi maqsadimiz Michel Bachelet xonimninki vatanga minishdan burun Uyg'urlar to'g'risida yozgan dokladni e'lon qilib etishini talab qilib mush namoyishni boshladik shu maqsadda. Chunki Xitoy hukumatini hammamiz bilamiz, intayin qu, hiligar, saxta odamlarni tayinlashga, saxta sahnalarni hozirlashga intayin usta. Mening ansiraydiganim Michel Bachelet xonim vatanga borgandan keyin Uyg'ur millatining beshiga kelgan haqiqiy qirg'inchilikni, haqiqiy zulmni ko'rmasdan Xitoyning o'rlashtirib qo'ygan odamlar bilan ko'rishib, yog'an sahnalarni ko'rib kelsa, bizga hech qanday bir foydasi yo'q, aksincha ziyni bor. Shuning uchun mening Michel xonimdan talab qiladiganim, mumkin bo'lsa Xitoyningki o'rinlashtirishiga bo'ysunmasa, o'zi xohlagan odamlar bilan ko'rishib, o'zi xohlagan yerlarga berib bir haqiqiy ahvolni ko'rib kelsa degan umidda, agar haqiqiy ahvolni ko'rolmay qaytib kelsa, hech qanday doklad e'lon qilmasligini Uyg'urlar to'g'riliq talab qilaman. Chunki u yog'an dokladninki bizga hech qanday foydasi yo'q, aksincha ziyni bor. Agar vatanda haqiqiy zulmni, haqiqiy qirg'inchilikni ko'rolmasdan qaytib kelib yog'an bir narsalarni doklad qilsa, u chog'da bu Michel Bachelet xonim Xitoyninki shu irqiy qirg'inchiligiga, Uyg'urlar ustidan ilib berilayotgan shu irqiy qirg'inchiligiga, shu jinoyatiga sherik bo'lgan bo'ladi. Ma'lum bo'lishicha, Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Kengeshining Oliy komissari Michel Bacheletga mazkur dokladni e'lon qilib etish to'g'risida besim ishlatish uchun Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Uyg'ur harakati tashkiloti kabi ba'zi tashkilotlar yana bir qatim xalqaro safarbarlik faoliyatlarini uyushtirishga hamda 5-ayning 13 kuni Janvada keng ko'lamli namoyish o'tkazishga hozirlanmoqda ekan.